Barchaga salom do'stlar, mening ismim Devex va yangi videomga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men mana shu qishloqqa ko'chib keldim. To'g'risini aytsam, bu qishloqqa tez o'rganib oldim. Chunki bu qishlog'im avvalgi qishloqlarga o'xshaykan. Bu qishloq nomi aytgancha 13-mi, 14-mi degan ekan va uncha ham aytsam ekan, avvalgi kompotni qishlog'iga o'xshamas ekan. Mayli do'stlar, endi o'rganib ketamiz. Okey, hozircha bir atroflarni ko'zdan kechirib kelish kerak. Yaxshi. Xo'p, negadir bu yerlarning havosi, iqlimi boshqacha ekan. Ya'ni jungli degan joylari bor ekan. Ajoyib mayli. Mana bu ko'chalarni ko'rib chiqsak, xo'p. Yordam bering, iltimos. Mana shu yerdan ovoz keldi do'stlar. Junior ichkarida Jetil chaqiryapti. Qani kiraylikchi. Salom Jetil, yaxshimisan? Xo'p, nega bu yerga bunaqa turib olgansan? Yana burchaklariga nimadandir qo'rqqanga o'xshaysan. Qani gapirchi, men seni eshitaman. Xullas, bu yerda qanaqadir jin yoki arvohlar bor. To'g'risi men juda ham qo'rqib ketyapman. Nega qo'rqasan Jetil? Axir jinlar bo'lmagan narsa. Qanaqadir uydirma yoki bular cho'pchak, xullas, bular bunaqa narsalar hech qachon bo'lmagan. Bularning hammasini miyangdan chiqarib tashlashing kerak. Bilmadim do'stim, lekin o'ta peshonamga o'lim yozilgandek. To'g'risi lekin juda ham qo'rqib ketyapman. Meni iltimos yolg'iz qoldirma. Jinursan, Jetil, nafasingni siqilsang-chi, nimadan qo'rqasan? Men ketdim, men ishlarim ko'p, hali uyimga joylashishim kerak. To'xta, iltimos. Yana nima deysan Jetil? Bo'ldi qilsang-chi, axir yosh bola emassan-ku. Yaxshisi meni uyimda qol, chunki qolgan uylarning hammasi juda ham qimmat. Jinursan, bu Jetil qanday qilib bo'lmasa meni olib qo'ymoqchi? Mayli Jetil, mayli, seni oldingda qolaman, bo'ldi, hop. Davay, ayt, nima qilish kerak? Hammasini yirtaman, gapir tezsiz. A few moments later. Hikoyang anchagina agressiv va qanaqadir ishonarsiz. Xo'p, mayli, senga ishondim. Mana shu yerda bir kecha qolganim bo'lsin. Okey. Hozir men uyimga borib narsalarimni olib kelay. Hozir 1 minut kutib tur. Okey. Hop, yaxshi, xo'sh bo'ldi. Davay, hozir borib o'zimga kerak narsalarni olib kelsam bo'ldi. Okey, let's go. Hozir mana shu yerga narsalarimni joylashtirasam. Okey, let's go. Ish topamiz. Demak, karavotni mana shu yerga qo'yamiz. Versakni bu yoqqa, pechkani esa bu yoqqa. Okey. Hey, Jetil, nimani o'ylayapsan? Hech nimani. Okey, hop. Okey, demak, bola sandiqda yo'q, bu yerga qo'yib bo'lmaydi. Yaxshisi mana bu yerga qo'yganimiz bo'lsin. Mana tortni esa mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Nice. Go'shtlarni esa shunchaki ichiga solib qo'yamiz. Faqat go'sht emas, qolgan narsalarni solib qo'yamiz. Baribir menga kerak bo'lmaydi. Endi esa Jetil, shunchaki kech bo'lishini kutamiz. Men lekin to'g'risini aytsam, juda ham zerikib ketdim. Uyingda bir qiziqarliroq narsa yo'qmi? Bor, men faqat kitoblar o'qiyman-da. Jennerson, maktab yetmagandek bu yerda hattoki kitoblar. O'sha adabiyot ustozimni shunaqangi yomon ko'raman, ko'rsam. A few moments later. Qarasa, katta asbob. Hey, Devex. Ha, chaqirdingmi? O'zi do'stlar kech ham bo'lib qopti. Nice. Короче, Jetil, meni uxlayman. Meni bezovta qilma. Agar juda zararlashing bo'lsa, yana uyg'otsang bo'ladi. Mayli, men uxladim. Devex. Nima deysan? O'rningdan tursang-chi, bu yerda qanaqadir g'alati ishlar bo'lyapti, qara. Jinlarsan, o'ynani yarmi qani? Bilmayman, boya bir narsa taqur-tuqur qilib oyna singandek bo'ldi. Shu vaqtda uyg'onib ketdim, keyin qarasam shu narsa yo'q ekan. Menimcha buni arvohlar sindirib ketgan. Jetil, hali ham shunaqa narsalarga ishonib yurasan, ha? Hozir o'zim tekshirib kelaman, qo'rqma. Endi hovlini bir aylanib chiqsak, Jinursan, bu nima bo'ldi? Qara Jetil, bu yerda qanaqadir kalla suyak bor ekan. Aytdim-ku senga, bu yerda qanaqadir g'alati ishlar bo'lyapti-da, bo'yni jinchaligan aniq. Unisini bilmadim men. O'z yaqinda kelgan bo'lsam, hozir hovlilarni bir atrofini aylanib kelamiz. Okey. Xo'p, yaxshi. Xo'p, yo'qlarida ko'ramiz. To'g'ri do'stlar, endi tanam sal bijirlashni boshladi. Yaxshisi Jetilning oldidan ketmaganim bo'lsin yoki atroflarni bir yaxshilab endi ko'zdan kechirib chiqamiz. Chunki bu qishloqni hali men bilmayman to'g'risi. Okey, bu yerlarni ham bitta tekshirib chiqamiz. Okey. Jinursan, bu nima bo'lishi mumkin? Bu suyagini kimga aniqlab ketishgan bo'lishi mumkin. Nega aynan bu Jetilga yopishib olgan bu jin? Qayerdasan? Bu yoqqa chiq, men bilan olishundan ko'ra. Yo'q, bunaqa demaganim bo'lsin. Chunki o'zimga jin chalsa, bu juda ham yomon. Mayli, buni oqibatlari aniq yaxshilik bilan tugamaydi. Xo'p, Jetil, endi seni men bilmayman nima bo'lishini. Men hozir bir qishloqni aylanib chiqaman. Ungacha sen mana shu yerda qisibgina o'tir, tushundingmi? Men hozir kelaman. Aytgancha, sen qurol bormi? Ahmoq bo'lmasam o'zing qurolimni olib qo'yding-ku. Hech qisi yo'q. Men hozir mana bu derazalarni bitarib olay. Bu yerda hozir har narsa bo'lishi mumkin. Okey, yaxshi. Bo'ldi, menimcha sen endi bexavotir joydasan. Xo'p, mana shu yerda endi jimgina o'tirsang, men atroflarni borib yana bir tekshirib kelardim. Xo'p, mana shu yerda indamagina o'tir, men hozir kelaman. Narsan? Ustiga qo'shib yomg'ir ham yog'ardi-ku do'stlar. Endi chiqishimiz juda ham qiyin, chunki yomg'irda shalabbo bo'lgim kelmayapti. Mayli Jetil, hozir menda bir kamerani anasi bor, pulti bor. Hozir bu orqali biz kamerani tekshiramiz, qani. Okey.
Jinursun, kameraga nima qildi? Nimaga tepaga qarab qoldi bu? Ey, Jetel, bu kamerani kimdir burib qo'ydi yoki o'z-o'zidan signal tovushlar yo'qolib qoldi. Bu yerda rostdan ham madralar bo'lyapti. Tezroq bu yerni menimcha tark etishimiz kerak. Hozir men borib boshqa jetellarni qidirib kelaman. Shu yerda indamagina o'tir, hozir kelaman men. Devex, meni yolg'iz qoldirma, iltimos, men juda ham qo'rqaman. Nima? Erkakmisan, menga qara. Hozir biz bu yerdan tezroq ketmasak bo'lmaydi. Butun haloyoq topib ketamiz bu yerda. Hammamiz shaharga ko'chib ketamiz. Tushundingmi? Sen mana shu yerda 5 daqiqa umuman o'tira olmaysanmi? Men hozir ularni borib chaqirib kelaman. Shu yerda qisibgina o'tir. Tushundingmi? Hozir men kelaman, bo'pti. To'g'risini aytsam, ikkilanib ham qoldim do'stlar. Hozir men bu yerda nima qilishni ham bilmayapman. Hozir men zudlik bilan politsiyaga telefon qilmasam bo'lmaydi. Bu yerdan hamma jetellarni olib qishloqdan ketamiz. Hattoki bu qishloqda mer ham yo'q. Jinursin, o'zi la'natlangan qishloq ekan do'stlar. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Xo'p, bu yerdan bo'ldi, ketadigan vaqt bo'ldi. Borib men yaxshi jetelni oldiga borganim bo'lsa, o'shanda biz bu yerdan tezroq surib ketamiz. Albatta do'stlar, sizlar ungacha bu videoga like bosishingiz va kanalga obuna bo'lishingiz mumkin. Xo'p, ana endi do'stlar qolgan jetellarni chaqirib kelish kerak. Mana shu yerdan boshlaymiz. Hey jetel, o'zi do'stlar shu yerga qani bu yerga ketamiz. Jetel, tezroq kiyimlaringni va lashushlaringni yig'ishtir. Biz bu yerdan ketishimiz kerak. Tezroq bo'l. Bo'l. Ketishimiz kerak. Shoshil. Do'stlar, to'g'risini aytsam, shunaqangi hayajon va qo'rquv borki. Xo'p, mayli do'stlar, shunaqangi hozir yomg'ir ham agressivlashib boryapti. Xuddi horror kinoga o'xshaydi. Xo'p, do'stlar, stop, do'stlar. Nimadir ne to, mana shu yerda nimadir bor edi, ya'ni yo'lakda. Tushunarsiz, mana bu yerda turgan kalla suyak qani? Tushunarsiz, do'stlar. Yo'q. Ana endi bu juda ham shubhali. Hozir ichkariga kiramiz. Xo'p, jetel sherdamisan? Hey. Jinursin. Yo'q. Jinursin, yo'q. Hey, xaloyiq, tezroq kelinglar, iltimos. Yo'q, Jinursin bu ish yetilgan bo'ldi. Tezroq bani skorniga telefon qilinglar, bo'linglar, iltimos, politsiya, tezroq kelinglar. Shunday qilib bu qishloqqa hech kim qaytib kelmadi. Bu jetilning o'limi esa shunchaki sir bo'lib qoldi. Va bu yer la'natlangan qishloq degan nomni oldi.